Feel your eyes, they're all over me. Don't be shy, take control of me. It's the vibe, it's gonna be lit tonight. Baby girl, I get it, I'm a badness. Give me the badness, bring sweetie badness. Look how she hot, she a black goddess, but I'ma just that. It's a good piece of mental, that's the gap. At least a girl, I'ma love all your chat. Watching every step, every part of your gap. Sayohatimizni Singapurdan boshladik. Mana shu otelga oldik. Otel yaxshi ekan. Bemalol kelsangiz bo'ladi, 4 yulduzli. Gruppa bilan hozir obed qilishga ketyapmiz. Qalay o'qiyapti? Birinchi kun qalay bo'lyapti? Taassurotlar qanaqa? Nima kamchilik? Yaxshi. Kamchilik yo'q. Kamchilik yo'q-a? Aka sizdachi? Maza qilib boshiga cho'mildingiz lekin ha, ko'rib turdik tepada. Qalay brat sizda? Yaxshi bo'lyapti? Hammasi yaxshi. Birinchi kun zo'r-a? Zo'r. Sizdachi qalay? Yo'q, o'zi ekan-ku. Qalay bo'ldi aka? Aka mazada. Brat, Zo'r tanqis qilinglar. Maza. yoqyaptimi? Qalay bo'lyapti Eldor aka? Qalay? Yo'qotdimi birinchi kun? Birinchi hali 10 kun bor. 12 kun bor. We got all night, no one is rushing. We're all in slow motion, bodies are touching. We spent it all on whiskey and Molly. Nobody's gonna remember tomorrow. DJ, please turn this song up. Play till I can't get enough. I'm losing myself in this moment. This night is ours and we know it. We on tonight. We on tonight. Ooh, yeah, yeah. Ooh, we on tonight. This night is ours and we know it. We on tonight. Transfer mashinasi keldi. Singapur aeroportiga ketyapti endi. Oteldan chiqib. Keringlar, Singapur bashi zo'r ekan, Tokiodan keyingi ikkinchi o'rinda turar ekan. Singapur aeroportidamiz. Jewel degan joyi. Juda ham chiroyli. Aeroport uchun ham ko'pchilik keladi bu joyga. Bitta ko'ring. Your loving on me makes me feel special. No heaven on Qalay bo'lyapti, yoqyaptimi? Tez-tez qo'yaverasizmi? Anu, ting degan o'zi bor, o'sha ham qo'yaman. I got so high off my feet. We up in the clouds with the sun in our eyes.
never leave, never leave, never leave, never leave, never leave in your side. Wanna keep you in my life, don't need to move. Whenever you Bali'ga get, I keldik. feel like Samolyotda ishgan. Videoga Videoni- qo'yish mumkin emas ekan ularni. Atak Sizni olayotgandim, ular tushib qoldi. atak mumkin. O'chirtirdimi kardinkadan? O'zini yoqtirmadi o'xshaydi. Seni olmadim deyish kerak. Ishlab oldi. To'xta dedi. Kardinkadan o'chir. Ishlab oldi. Ishlab qo'ymoqchidi. Mayli dedim. Bularning ham ishida. Bali'ga keldik. Qorong'ida Bali ham bilimli. Mana Baliga keldik. Bo'ldimi? Mana bugungi sayohatimiz boshlandi, ekskursiyamiz. Sprinterga o'tirib oldik. Yo'lga tushyapmiz mana. Mana gidimiz. Mana bizga gostinitsa. Окей, все хорошо, коллега. Mana yo'lga tushyapmiz. Если один директор, после коллеги. In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. Hozir mana gid bilan birga pul almashtirishga to'xtadik. Hamma pul maydalayapti mana. Hamma ministr ekan, xalq preyga. Tirik ministrlar mana. Balining ministri ekan. Ozgina pul berib shuncha pul oldingizmi? Mana qancha pul berding? $100 shuncha pul bo'lar ekan mana. Barakali ekan bular. Sendan qiladi ekan. O'zbekistonda. Kuchi yo'q ekan pulni xullas. Soat millari 950 ni ko'rsatmoqda. I tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, Maymunlarni nimasiga keldik? Lobbisiga deydimi? Maymunlar bor joyga keldik mana. Qalay, Sherzod maymunlar? Yangilik emas. Yangilik emas-a? Birinchi kelganlarga zo'r, xullas. Mana bitta hozir selfie qilar ekanmiz maymunlar bilan turib. Maslahat beraman kelishdi. Ha, zo'ra. Chotki. Ha, gruppadagi bolalar. Akalar mana. Hamma tushib rasmga tushamiz. Fotkatsa bo'dimda shas. Hop, nima edi? Kuzatuvlarga qalay bo'lyapti? Maymunlar qalay? Ajoyib. Yoqdi maymunlar? Вообще. Kelish kerak. Ko'rish kerak mana. Dahshatli daraxtlarni qaraylar. Maugli mashina qiladi yurganda, osilib. Mana. Ona qiz ham biz bilan keyin opa. Mana assalomu alaykum. Qalay bo'lyapti? Yaxshi bo'ldimi? Настроение yo'q. Bugun ertalab zavtrak ulgurmaganlar bilan. Gruppovoy rasmga tushyapti mana. Gitni o'zi rasmga olar ekan. Ho'p, подожди. Xullas, bularning puliga 50 ming so'm to'lab 50 ming so'm to'lab mana rasmga tushar ekansizlar maymun bilan. Mana rasmga chiqar ekan. Selfie qilar ekan maymun kelib siz bilan. Hozir biz ham komandai bolalar bilan birga shunaqa rasmga tushamiz. Rasmga? Ha, tushamiz, nega tushmaymiz? Tak, Miyabishning Instagramning rasmi bo'ladi. O'z opqa 50 ming so'mi bizga где-то bir $4 bo'ladi-da. Yani bizga 50 ming bo'lar ekan bizda. $3 bo'ladi. 40 ming-da. Ya taxminan 35 ming, 40 ming atrofida. 50 ming rupiya 40 ming. Ular mashinasiga o'tirib qo'yib rasmga olar ekan, ya'ni selfie qilar ekan. Hozir keyingilashyapti. Shuncha odam o'chirdi. Shu maymunlar rasmga tushishga mana. Biznikilar bu yoqda. Maymunlar rasmga tushmaysizlarmi sizlar? Yo'q, pul berib o'zingizga ishlatar ekansiz. Kerak emas. Teplar undan ko'ra. My model gone now. No photo. Ular turklar ekan maymunlar. It's there now.
selfie qilyapti. Mana biz akalar ham sekin maymun bilan rasm ishg'ol qilishadi. Rasmga tushadi. Qo'lga berar ekan, unda chaqiryapti. Selfie qiladi. Arro neta joyda olyapti. Pos ya. Qanday qaramoqlar? One. O'zingizdan qo'rqib Zotan mana boshladi rasm berishni. Oh, boshiga o'tirib. Korkma yürü. kofe plantatsiyasiga keldik. Kakao, kofe, har xil kofelar o'sishdi ekan. Dragon fruit daraxti. Dragon. Shunday saragan. Degustatsiya. Nima edi? Ekardik uyda. Tapinamburmi? Mana shu kofe. Ha, tapinambur. Mana bu. Qalampir muncha. Tam luchi. Ni ko'ray tapinambur. Buni bizadan o'qigan joy. Bularni Bu o'sha anaqani kasasi. Balini kivisi ekan. Diet siya. Ito biasa bali kukul. Bali kukul kadri bali kada sabera yut lugi kada unang bali yes jili krishini. Kita kasi namin. Kalau sudah minyak kata jili krishini mu nicasta. Jadi ini patut krishini dah. Otakta krishini. Kita kis bambu ka material. Yiyecek kofe da. Ana limur. Ada uciran. Ini samidiyat najiri. Terus kayu siya. Barandi g'urra ko'rinishi ekan, mana hali kichkinasi. Ko'rshidanisi mana. Hech o'ylamagan endi videolarda ko'rgansiz tayyormi? Bu esa hali chaqaloqchasi mana. Biz O'zbekistonga e'tiborgacha 25 ming Tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Done my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air, telephone wires above, all sizzling like a snare. Honey, I'm fire, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby today. bu joylarga kelish kerak. Ballik Pulni bosib yotolmasdan. Ko'p to'g'ri ekan. Katta yelar olib ketolmasdan hammasini tashlab ketib qolishadi. Summertime, summertime sadness. Summertime, summertime sadness. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you. Kofeni degustatsiya qilyapti gruppa. Hamma. Ya betul sekali. Dah ya password nak karcing pis. Ya provera mano. Agent partner nak cakap Look how she hot. She a black goddess, but I'ma just that. It's a good piece of mental, that's the gap. At least a girl, I'ma love all your chat. Watching every step, every part of your gap. In my brain memory, know the tap. In my aim
chance to give it this. That's how you're naughty, the way you move. Let me acknowledge the way you do. And I would not lie, baby, I'm like daddy. It's how you're naughty, the way you move. It's why I want it. İçinde yotgan limon edi. Who's that with naughty? Kofe plantatsiyadan qaytyapmiz. Keyingi manzil Vodopad. Aka qalay o'ylayapsiz aka? Gap yo'q. Reys olmadan keyingi turga yig'ing. Planlar ham zo'r. Hammasi joy-joyida, vaqti bilan bo'lyapti. Hech qanaqa bahonalarsiz, lekin zo'r. Olmaliqqa tavsiya qilamiz, hali qanaqa yoritamiz bu narsalarni. Rahmat kattakon. Eng yaxshi turistlarimizdan biri Ixtiyor aka. Mana joy kelganmiz. Vodopad. Waterfall nima ekan oti? Ulu Petano xilasmi? Bular tilda shunaqa. Mana joyga keldik guruh bilan. Bugungi ekskursiyamizni birinchi kundagi ekskursiyani 5-lokatsiyasi. Hop. 5 va oxirgisi bundan keyin hozir otelga qaytamiz. Tashrga keldik. Hamma ko'milib, chegir rasmga chiqib oladi. Bugun lekin hammaning galereyasi to'ldi o'xshaydi rasmga. Tinmasdan hamma rasmga olgan. Men videoga olganman, hamma rasmga bir chekkadan. Yellow diamonds in the light, and we're standing side by side as your shadow crosses mine. What it takes to come. Instagram nimalarga majbur qilmaydi. Muzdek suvga kirib, charchalarda rasmga tushyapti hoziramiz. G'or bor. Biz ekskursiya davomida mana shu mashinani olib yurdim. 20 kishilik mikroavtobus. Ichlari ham yaxshi. Bugungi ekskursiyamizdan boshladik. Hamma guruhga kelgan. Hozir 3 ta eng zo'r Balining eng zo'r sharsharalarini ko'ramiz. Kirish 250 ming so'm ekan, 3 soatligi, 1,5 soatlik bor ekan, 150 ming so'm ekan. O'sha 3 soatligini oldik. Dalsh kadrlar zo'rlari bo'ladi. Mana Sekumpul sharsharasiga qarab yuryapmiz. Komanda bilan 15 kishi piyoda yurishga qaror qildik. Shunga chiroyli joylardan o'tib ketyapmiz. Internetda o'qidim, 80 metr taxminan balandlikda ekan. Sekumpul sharsharasi. Balandligi 80 metr ekan. Hozir shu pastligiga qarab tushib boryapmiz. Joylardan o'tib boryapmiz. Buni kimlar qurgan ekan? Tog'ning orasidan mana. Sharsharga qarab tushyapmiz. Arzon sayohatdan kelgan 15 kishi mana shunaqa chiroyli Balidagi Sekumpul sharsharasiga yetib keldik. Mana qolganlar ham shu yerda rasmga tushyapti. Mana bu biz gaydimiz bu yoqda spesialni. Bu yoqda er-xotinlar, bu yoqda yana boshqa bolalar. O'zbekiston, Samarqand, Urgut, Angren, Olmaliq hamma joydan bolalar yig'ilishgan. Mana vashi zo'r manzarami o'rtoqlar. Like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmaymiz. Bundan keyin guruhli turlarni o'tkazib yubormaslik uchun chalkashmam ketasan bunaqa joylarda. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. Voy, mamchirolisini o'rtoqlar, bunaqasi yo'q. If you was here forever, oh so clearly, we might have been in love before. Balidagi 4-kunimiz. Bugun yana ekskursiyaga chiqqanmiz. Xullas bu sayohatimiz juda aktivni. Har kuni qat'iyat ekskursiya bor. Bugun ertaga ham bor. Ertaga o'sha eng hamma Baliga любой odam kelgan boradigan joyi bor. Nusa Penida Clinton Beach degan joy bor. Ertaga o'sha joyga boramiz. Bugun plyajlari va bu dvoreslarni ko'rishga keldik. Kadrlar kuzatib boringlar. Zo'r kadrlar bo'ladi. Mana shu dvoresga kelganmiz.
Mana Nusa Penida orolida ketyapmiz. Mana bizning gaydimiz mana Sherzod. Orqada 15 kishi bor, xullas kelyapti. Bolalar orqadan boradilar. Assalomu alaykum jamoat. Qayerdamiz? Okeandamiz. Bali, Indoneziyadamiz, okeandamiz. Judayam emotsiyaga boy joylar ekan. Til bilan tasavvur qilib bera olmayman. Kelib ko'rish kerak, xullas. Meni bitta orzuyim nima edi bilasizmi? Bepoyon suvlik, cheksiz suv bo'ladi. Bundoq qaraganingizda oxiri ko'rinmaydigan suv. Ofisga to'rtta tomonga qaraysiz. Ana yer ko'rinmayapti, qarang. Sekin yo'q bo'lyapti bu narsalar. Hatto men orzuyimga erishyapman, xudo xolasa. Bundan ham katta marralarga erishamiz. Mana bu bola Koreyadan ekan. Hello Koreya. Hello. Bro, masalah awak Nanu saya Penida Australia. Oh, молодец. Дорога плохая. Только природа хороша. Soatimiz endi mana 7:30 bo'lyapti. Eng mashhur bo'lgan joy, Balining eng mashhur joyi, vizitning kartochkasi desa ham bo'ladi. Keling bichga kelganmiz. Nusa Penida oroli. O'zbekmisiz? Siz ham O'zbekistondanmisiz? You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing